Ko'p qismliq ovozliq asar. Boran chopqinliq hayot. Birinchi qismi. Ko'k osmon shuncha suzuk, shuncha yaqinliq, shuncha chiroyli edi. O'zimcha bugun havoning shuncha suzuk, chiroyliqligiga qarab xushal bo'lgan edim. Uch havodan keyin bulutli havoga yo'liqqanga o'xshash atdiganda uyimizda parang boshlangan edi. Ha, bugun uyga mehmon keladi. Qizimizga deb qo'yinglar. O'zini sal tuzashtirib yursin. Dedi atam apamga qarab. Apammo, "Voy bilaman. Sizlar askartib qo'ymisizlarmi-chu? Men obdan bilaman." deb kulimsirginicha atamga javob qaytardi. Men sir tuturib atam apamninki deyishgan gaplarini anglab qolgan edim. Oilada men balalarning cho'ngi edim. Mening yana 2 inim bor edi. Atamning qizinglarga aytib qo'yinglar degan gapidan bugun uyga kelmoqchi bo'lgan mehmonlarning men bilan munosabatli ekanligini bilib yetgan edim. Nereden mehmon keldikini? Men o'zimni chiroyli tuzashtirib, ularni kutib oldiganqa deganimcha kallamda har xil xiyollar agib o'tmoqda edi. Bu yil 17 yoshni tugutib, to'liq 18 ga qarab mangan edim. Maktabdagi o'qishimni ancha yaxshi o'qiy olmagan bo'lg'achqa, to'liqsizni bitiribla oilaga qaytib kelgan edim. Apamning yetaklishida oila ishlarida tamoq etish jihatlarda xeyli tarbiyani qabul qilgan edim. Oilamizda hit bayramlarda urug' tuqqanlar, qo'shni qo'limlar yig'ilgan vaqtda apamni oshxona uyga yaqin keltirmasdan turli tamoqlarni noyati mazali qilib, mehmonlarning ko'ngliga yoqqidek etib chiqatdim. Shundaqdimi atam menga maktabda yaxshi o'qimadingiz deb norozchiligi bor edi. Har qatim atamga gap qilsam, o'zimcha bir xil xijillik his qilib, chiroyiga tik biqib qarayolmaydim. Mana bugun atam meningki aytgan. Mana bugun atamning aytgan so'zlaridan men bir kelishmaslik keladigandek his qilgan edim. Atdiganda ho'yla aramni pak supurib, suv sepib tashlab bo'lgandan keyin uyga qaytib kirdim. "Apa, noshtalikqa nima tayyorlayman? Biror qachidan suyqash etaymi?" deb apamga savol nazarida javob kutmoqda edim. Apam menga kulimsirab qarab, bir oz turib olgandan keyin, "Atdiganda boshqa tamoq qilmang qizim. Bugun uyga mehmon keladi. Yana tamoq etadigan oshxona uylarning ishini qilishib beradiganqa ojilaringiz keladi. Shunga siz o'zingizni chiroyli yasab, kiyimlaringizni ratli kiyib, ancha-muncha yetishalmagan o'rinlarga yordamlashsangiz bo'ldi", dedi apam. Men kichikimdilla azroq jimg'ur, kam so'z bo'lib cho'ng bo'lgan edim. Shunlashqa apamdan ortiq savol so'ramayla gullarga suv quyishga o'tib ketdim. Hovlimizdagi gullar bir-biridan chiroyli echilib ketgan bo'lib, gullarga qarab ajoyib xiyollarni surishga boshladim. Xiyollarim pek go'zal, ammo amalga oshirmoq bekli tas edi. Men bu uyda birli qiz bo'lg'ach, meni bekli qattiq boshqaratdi. Maktabdan qaytib chiqqandan keyinmi biror hunar kasb o'rganishga qiziqqan edim. Ammo otamninki qiz bola deganni yeshiga yetgan vaqtlarda sirtga qalaymoqqa yo'l yurishiga yo'l qo'ysak bo'lmaydi. Shunga oilada tamoq etishni, kirqat yuyishni, uy tutishni obdanroq o'rgansin degan gapi bilan men hech qanday kasb yoki
hüner öğrenmey, ailenin uşak-çüşek işlerini yeptin yığnısıgıça hemmini şunçalik pişiq öğrengen edim. Xiyallarım yana atamның gepiga o'tdi. Bugun zodi kim keldigandu? Men nimishqa ratlik kiyinib tamoq etishga ancha-muncha qarishib berdigandim. Ağaçlarım uruq tuqqanlar nimishqa yig'ildigandu? Birer cho'ng ish bo'lamdu nima? degan xiyollar kallamdan bir-birlab o'tmoqda edi. Ammo yanıla so'rashqa petinolmaydim. Apamның aytgani bo'yicha gullarni sug'urib bo'lgandan keyin yotoq uyimga kirib, kiymagan kiyimlarimdan bir qurni elib kiyib bo'lib, aynakka qarab, o'zimga bir xil mastlikim keldi. Va qo'shni qo'limlarning apamga havas qilib deyishgan gaplarim quloq tubimda anglanib turadi. Hey, mening mo'mushtaq yaxshi ish qilgan pokiz qizim bo'lsa, ha? Qizingiz tamoqnimi shundoq yaxshi mazliq qilib etidi. O'g'li yo'qlarmi? Hey, o'g'lim bo'lsa, epir ekanmi? Bu qizingiz bek muloyim, ishchan, pokiz cho'ng bo'ldi-jimi? Qandoq baxtli oilaga kelin bo'lib ketar? deyishgan gaplarini anglab, o'zimdan faxrlandim. Mana, bugun menga elchilar kelamdikini deb aynakdagi o'zimga qarab so'zlab qo'ydim. Shundoq, bugun rostilla elchilar menga kelmoqchi ekan. Uyga yig'ilgan atam-opamlarniki uruq tuqqanlarining deyishayotgan gaplaridan menga elchilikka kelmoqchi bo'lgan oilaning yüz obro'yliq, nihoyatda boy, uy joylarining nihoyatda hashamatli ekanligini, o'g'lining nihoyatda cho'ng bir idorada boshliq ekanligini, ammo yeshining bir oz cho'ngligini ularning deyishayotgan gapidan g'ilpalla anglab qolgan edim. Ularning deyishgan gaplarini anglab, ko'nglim bir xil yerim bo'lishga boshladi. Men atam-opamning qiziga nimishqa mening umrlik ishimni menga bir qitimmi demaydi. Acaba bularninki xohlagan chaqda elib chiqib setib etadigan biror mol besatimi men? degan chirmash xiyollar bilan dimoqlarim ichishib, ko'zlarimga yosh kelgan edi. Garchi uydagi mehmonlarga to'ydirmasdan tirishgan bo'lsam-mu, bugungi mehmondorchilikning ob'ekti men bo'lg'achqa, hammanglar menga qarab sapsalg'ash turadi. Apamning singlisi: "Voy qizim, bugun bek chiroyli bo'lib ketibsiz-jimi? Kelgan elchilarning og'zi echilibli qog'idak sizga qarab" degan gaplarini anglab, o'z-o'zimdan bir xil nafratlangandek his qildim. Atamning aksi to'rda o'ltirgan bo'lib, apamning buyurishi bilan choy tutmoqchi bo'lib uyga kirdim. Tag'am menga qarab: "Bu qizinglar kichiklar turdi-ku. Bu uydagilarga kelin bo'lib yarab bo'lalarmi? Sal o'ylashib biroq ish qilinglar, ha?" deb atam bilan paranglashib o'tiradi. Men piyolaga choyni quyib tag'amga tutdim. Tag'am choyni olgach, yana bir qitim menga zang quyib qarab chiqdi. "Chiroyli, xeyli pokiz cho'ng bo'pti. Qizinglarning qilgan ishlari xeyli joyida. Bo'pti. Bu oiladagilarni qo'ldan berib qo'ysak bo'lmaydi. Qiz kichik bo'lsa, opis tarbiya qilib cho'ng qilbasi bo'ladi. Ammo buningdek oilani osonlikcha topib bo'lmaydi. Hozir har qizlar bu oilalarmi? Qizimizni beramiz deb berolmagan oila bu. Bo'pti. Qizinglarning baxtini beribdi. Bo'lsa, bizning ichimizdan bir qiz bo'lsa-mo, mushundoq oilaga kelin bo'lib kirib, jamiyatimizning yuzini ko'tarsin" deb atamga yana gap qilishga boshlagan edi. "Qizim, menga chiqib onangizga yordamlashing. Qiz bola degan onasining cho'rida yuradigan"
degan gapi bilan yanala oshxona uyga qaytib chiqdim. Apamning ochilari va singillari yanala men to'g'riliq gaplashib o'ltirgan ekan. Ularmi og'ziga tegmay yanala shu men bormoqchi bo'lgan oilani tanglab maqtab o'ltiradi. Xiyolimda u oila shundoq yaxshi bo'lsa, o'g'lining yeshi shuncha cho'ng bo'lib ketgicha nimishqa kelin akirmagan bo'lg'iydi degan savollar beshimda aylanib yuradi. Ammo beshimda agib yurgan bu savollar yanala javobsiz qoladi. Qanday qilay? Otam opamning tasti cho'ng qilgan bir tal qizi bo'lgandan keyin balkim bular meni yomon yaga boshlamas bo'pti. Yanala otam opamga bo'ysunay. Tag'ammu bu oilni har qizlar bor oilalar, qizlarni berilmagan oila davatidir. Shundoq bo'lgandan keyin yeshi bir oz cho'ng bo'lsa-mu mening baxtim chiqqan o'xshaydi deb qalbimdan chiqqan isyonlarga yanala o'zim qilich urib bostirgan edim. Mana jamiyatimizning cho'nglarining hammasi yig'ilgan edi. Ular mehmonxona uyga boshlanib to'rdan o'rin ilishdi. Amalliq so'rashib, hammasiga bir piyoldan choy tutib bo'lgandan keyin attigandan biz saqlagan mehmonlar, ya'ni atalmish elchilar orqadan deyishib olgandek kirib kelgan edi. Ulardanmi tinch amalliq so'rashib, cho'nglarning hammasi oldiga chiqib, egilib salom bilan kutib olib, mehmonxona uyga boshlandi. Apamning cho'ng ajisi ularning har bir piyolasiga yo'g'on navat tashlab choy qo'yishga boshladi. Bugun uyimizga kelgan bu mehmonlar eng oliy darajada kutib olingan edi. Atdiganda tamoq etishga boshlab, toki kun o'ltirguncha bularni yemsa to'q holatda kutib olib, yo'lga solgan edi. Mehmonlar qaytib ketgandan keyin otam opamlarning jamiyatlarining cho'nglari ayrilib qilib maslahatga tushgan edi. Araga so'qishliq tushib bo'lguncha vaqtida qilib o'taylik, dedi otamning cho'ng akasi, ya'ni cho'ng tag'am. Yana bir tag'ammi cho'ng tag'amning gapiga gap qo'shib, ha, shu qo'lim qo'shillar mahal kuyning hammasi anglab bo'ldi. Bundoq izzat obro'yliq boy oila bilan qudlashmoq oson emas chuma. Vaqtida qilib o'taylik, deyishib hammasi maslahatni bir yerga to'kkan edi. Men yondagi uyda o'ltirib, ularning deyishgan faranglarini anda-bunda anglab o'ltirgach, qiziq haqgan-ku bular. Mendan tigamsiz deb so'rab qo'ymaydi. Hay, bu oilada ozroq o'rni bo'lgan bo'lsa-chi? Esitga yotliq bo'libmi yurmasdim haqachon, deb o'z xiyolim bilan jimjit o'ltirdim. Opamning ochisi kirib keldi. Ha, qizim, sizdingchi baxtingiz chiqdi. Nihoyat obro'yli, boy. Uylarmi shunchalik hashimatlik, mashinadimi nechisi bor ularning. Xon maliklarda kutilib o'ltirasiz. U uyga borsangiz-chi, siz qilg'idek ishmi oshmaydi sizga. Deginicha menga kelgusida bo'lmoqchi bo'lgan ishlardan bishorat berib, o'zicha havas qilganda qarab o'ltiradi. Qanday qilay? Otam opamning bir tal qizi. Ularning kontrolligida cho'ng bo'lgan tursam, bularga yo'q debmi yo'q deyolmaydigan tursam, yana kelib maktab bitirib chiqqandan keyin opamning yetaklishida sitlarg'imi ancha chiqmay cho'ng bo'lgan tursam, men taniydigan do'stlarim faqatla maktabda saboqdosh. Men taniydigan do'stlarim faqatla
Мәктәптә оқыған сабақташ кызлардан bir нәчсілі бар еді. Башқа оғылар білән yüz көрішкедек фұрсатым yok еді. Нәче вақыттан бері uyak-buyaklardan kulak ağrıqı tekizip, kızlarını bersler dep gelse, apam layıqı bar, biz burun kelişip koygan, degandek gaplar bilan kelgan layıqlarni qaytaratdi. Qismliq ovozliq asarning birinchi qismini anglatdik.